Fanta, tomchisini ham qoldirmaysan. O'zim haqimda to'liq juda ham ko'p joyda gapirmaganman. Menimcha sizlar ham bu informatsiyani bilmaysizlar. Men sport gimnastikasi bilan 12 yil mobaynida professional darajada shug'ullanganman. Bu sportga kelib qolishimning sababi yoshligimda juda ham ko'p kasal bo'lishim bo'lgan. Doktorlar Adamga sportga olib boring deb aytgan va Adam sport gimnastikaga 4 yoshimda olib kelganlar. Ana o'sha paytda prosta tak sog'lig'imni o'z me'yorida ushlab turish bahonasida kelganman bu sportga va 12 yil mobaynida qolib ketganman. Shu 12 yil ichida men respublika chempioni bo'lganman, juda ham ko'p yutuqlarga erishganman va mana hozir o'zimni yoshligimni eng zo'r davrlari, eng shirin davrlar o'tgan zalga keldim. Sportdan ketishimga sabab nima bo'lgan? 2016-yil belimdan travma olganman va o'sha travmam sababli men sportni tark etganman va blogging yo'nalishiga kirganman. Tak что bolalar, videoni davomini ko'ringlar. Juda ham qiziq bo'ladi, chunki men 10 yil oldin qilgan narsalarimni hozir qaytarib ko'raman. Pagnali. Boshlashdan oldin bu sport haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Sport gimnastikasi qiyinchilik darajasi bo'yicha 2-o'rinda turadi. Men shug'ullangan sport gimnastikasi 2 ga bo'linadi: qizlar va bolalarnikiga. Bolalarnikida 6 ta snaryad mavjud. Mana shu 6 ta snaryadda belgilangan mashqlarni bajargan holatda musobaqalarda ballar to'plab chempion bo'lishadi. Va hozir men shu 6 ta snaryadda belgilangan mashqlarni bajarib qo'yishga tayyorman. Tak что bolalar, kuzatishni davom etinglar. Bolalar, formalarni almashtirib yubordim, eski formalarimni bilmayman qatta. Tak что zal ichiga kirib oldim. Bu bolalar o'zim yoshligimdan shug'ullanib katta bo'lgan bolalarim, Ozod bilan Musulmon. Bugun menga trenerlik qilishadi. 10 yil oldin qilgan turklarimni faqat iltimos sal oddiyroqlarini ko'rsatib berasizlar. Men qaytarishga harakat qilaman. Okey? Okey. Qara mana shuncha paytdan beri qanaqa bir chempion bo'ldingmi? Osiyo sovrindori, Jahon kubogi sovrindori hisoblanaman. Xalqaro toifadagi sport ustasi. Yo! Men shu darajaga yeta olmay ketib qolganman. Biz ham xuddi shunaqa xalqaro sport ustasimiz, xalqaro turnirlar sovrindorimiz. Okey. 10 yilda men yo'qotgan narsamni ko'rsatmoqchiman. Ko'ryapsizlarmi? Bu qora ko'rsatki, agar men 10 yil chetda bo'lganimda shunaqa mashina bo'lardim, tushunasizlarmi? No, okey, nasib qilmagan ekan, no sport bilan shug'ullanib, nishni pamitlar hali joyida qaytarib olsak bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Birinchi qaysi naratdan boshlaymiz? Birinchi erkin mashq, kovyor. Okey, kovyordan boshlaymiz. Paginali. Hozir ko'rsatadigan narsasini men qaytaraman. Let's go. What the hell? Bu randat flag salto deyiladi. Videolarimda ham ko'rgan bo'lsanglar, randat flag qila olaman. No saltasiga qo'rqardim. Endi hozir qilib ko'raman. Let's go. Bo'pti. Asabiy bo'lib qoldi-yu. Ancha. Randat flag qilaman birinchi. Keyin saltani stroke qilib turasan, okey? Bo'ldi. Ha, ushlab tur. Nimadir noto'g'ri qilsam raziyat. Yaxshi. Randat slishkun uzoqqa qo'yasiz. Sal tiqsangiz. Ichkariga ham, tashqariga ham. Как? Ichkariga. Oyoqni ichkariga qo'yish. Ha, randat sal ichkariroqga qo'ysangiz, flagga tezroq yotasiz. O'shanda slidni uchasiz, normalni uchasiz flagga. Bo'ldi, tushundim. Ko'rsatib bering. Hop! Hop. Yep! Men Ayshow speedga men visib tashimayman endi. Hozir ko'tarishdingmi? Yo, normalni bo'ldi. Yo, o'zingiz qildingiz почти. Bilinar, ko'rinar-ko'rinmas qo'yib tur qo'ying. Ko'rinar-ko'rinmas. Hoppa. Hop ketdim. Ancha flagtaga qilolmasam kerak salto. Yo, hozirchi. Birinchi saltoni trenovka qilib, keyin qo'shaman o'rtasiga. Bunaqa baland sakrading. Saltoda bor-ku. Trening qila olasan? Yo, двойной. Hozir qila olasan? Bilmadim, hozir qilsam kerak farqi. Oyoqqa qilaman men bo'ladi. Endi двойной bilasizku bu. Riskovanniy. Ay, попробуем. Bitta sakrayapman, ikkita sakrab bera hozir havoda. Let's go. Ya, bilmayman, bu sportga meni tilim ojiz. Bu genialnost deydi, idealniy hamma narsa, odamning figurasi, xarakteri, o'zini tutishi, ko'rayotgan bo'lsanglar tushgandan keyin takoy hurmat bajo keltirishi, bilmayman. Gap so'z вообще yo'q. Qo'rqaman men nimadan. Boya men peshanamga tushgandan keyin o'sha qo'rqaman masalan turaversa. Вот. Teparoqga. Вот, mana shu zo'r chiqdi. Ha, bu mana tegmadim. Ha, o'zing qilding? Ha. Turma, xotiram. Вот. Qo'li tegmadi, sezdim bu narsani. Davotda turib keldiram. Здравствуйте. Endi qo'l har doim tepadan bilasiz-a?
И. Ayyo, smel. Prizmlini hali yoqa olmabdi, aka dedi. Hali yoqa olmagan. O'zini joyida. Orqaga saltida mana qo'rquvim bor, bilasanmi? Yaxshi. Musobaqa paytida televiziyadan nimadir kelganda, bir jok ustidan orqaga salta qilib yamaga tushish kerak bo'lganlar edi. Quvotgan paytimda basharam bilan tushganman-da. Video chet ketgan. Videoga tushganda. Nodir aka kesishalaringizni. Aka qo'ymaymiz degan. Ha? Men ham sakrasam bo'ladi. Yo'q, uka qo'y. Teparoqga. Tepaga. Teparoqga. Уже bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi, baribir orqaga sakradim. Tepaga. Vo, ana. Baribir olib ketdim. Joyiga. Tepaga. Yaxshi. Oldiroqga. Вот. Ana gap yo'q. Teparoqga. Вот, ana. Yaxshi. Hali 5 ta snarad bor ekan. Hozir zo'r bo'ldi, действительно. Yaxshi bo'lib ketdi, lekin baxtliman. 10 yildan keyingi tanaffusdan keyin chotki. Нормально, chotki. Chotkimi? Ha, chotki. Gap yo'q. Mana. Ko'tarimdan qilmadim-da, qo'lim tegdi, o'tdi. Ko'tarmadim. Короче, mazgillar birinchi volniy упражнениyani qisqa joyini qildim. Endi господин trener, keyingi snarad qaysi? Dastakli ot. Aha. Qo'ng. Snaradimiz qo'ng. Qo'ngdagi elementlarni menga ko'rsatib bersang, qilishga harakat qilaman. Let's go. Давай, jigar. Ayb yo'q degan, miyamni bo'lmag'ur narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan tongdan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Bu sal yengilrog'i. Kandidat master sport uchun bu adashmasam yaxshi narsa. Yo'q, kandidat master sport uchun yaxshi narsa. Men 10 yil oldin shunaqa edim-da. Hozirgi holatimga birinchi boshini qilib beraman. Bo'ladi. Bitta oyog'iga, ikkita bu tarafga, ikkita bu tarafga ko'rsatib beraman. Bering maxan. Birinchi ham narsalar qilaman. Mahv qilasiz, razmi kelgan. Razmi kelgan. Undan keyin Sportda asosiy narsa texnika xavfsizlik qoidalari. Albatta qizib, keyin ishlasiz bo'ladi. Helikopter. mana bunaqa narsalar qilaman, bunday. Tepaga ko'tarilib. Sosiv elementlar. Mana shu o'zim turibmi? Ha. Narsalar qilaman, oldi baxshi. Mana shu haqiqiy gimnastika bo'ladi. Tazda o'zini ham ko'taring, siz qo'yasiz mana bunaqasiga. Oyog'ingiz taz joyida turibdi-da, oyog'ingizni o'zi bilan qilyapsiz. Sig'maydi. Oyog'ida ham mana bu yelkaga bosib, oyoqda o'zini ham ko'taring. Taz, ana. Helikopter. Hop, tayyormizmi? Let's go. Hajmi. Hajmi. Da. Ketoverish kerak, ha? Zo'r. Ha bo'ldi, qiynalib ketdingiz. Ha, bo'ldi. Birinchisini kesib qo'yarsam bo'lmaydi. Xohlasangiz montajni ulab narigi tarafi bilan qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ber, ayda senga yuzimni qo'yib yuboraman. Bo'ladi. Bolalar, uje yarimiga endi keldim, charchab o'ldim. Bu rus tilida qo'yilsa, o'zbekchasiga halqalar deb aytiladi. Hozir bunda nimalar qilish mumkin? Eng boshlang'ich stependa musulmon ko'rsatib beradi. Faqat oson narsalar. Nima qaytarib ko'raman. Bittasini qilib ko'rsatib beraman, qarang. Bo'pti, vobshe ubitib bo'lib qoldim. Davay. Oddiysi. Turasiz, xuddi turnikka o'xshaysiz. Ko'tarib,
Chiqarasiz. Bo'ldi. Eng oddiysi dedi-yu, bu yerda bilasizlarmi qancha qiyinchilik bor. Ha bu oson chiqib tushganiga qaramanglar. Bu unaqa bu chiqib tushgandagi oson narsa emas. Okey. Hali qilib ko'rmadim. Pishdimi? Chiridimi? Buni sizlarga qilsangiz bo'ldi. Просто anaqa chiqib olmayapman. Bundoq chiqib beraman, amallab. Hozir chiqaman. Chiqqandan keyin bitta o'g'il ushlayman, uni tepaga spichak qila olmayman. Medal diplomlarimni hammasini olib kelganman olgan. Ha, mashinamda turibdi. Hozir qilmasangiz bir teng hammasi. Hammasi bir tiyina qilmasam, ha? Bo'pti. Tak что bolalar, hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska tugmasiga sifatishga berib, podpiska tashab qo'yasizlar. Like bosmaganlar ko'p bilaman. Like ga kalla qo'yib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kanalda tezroq 300 ming bo'lishimiz kerak. 96% odam meni bez podpiska televizor orqali kuzatyapti. Tak что televizorda ko'rayotgan bo'lsanglar, shunda podpiskani bosib qo'yish qiyin emas. Tak что bolalar 300 ming bo'lsa, xudo xolasa bilmadim. Keyin 400 ming bo'lamiz, keyin 1 million bo'lamiz. Pagnali. Ay! Tirsalarim yoyilib ketgandek bo'ldi. Yo'mayo. Nahotki ustiga chiqishga shunchalik qiynalaman deb o'ylamadim bu snaradni. Prosta bundoq qilib chiqib olardim. Hali o'g'lingiz zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi, oyi. Og'ir mehnatdan qavargan qo'llarim bilmadim, pul ko'radimi, nima edi? Let's go baby. Bolalar, hozir chiqsam, kommentga Gambit plus rep deb yozasizlar. Pagnali. Qolgan joyda siz chiqasiz, garmay keldingizda, prosta tashlab ketasiz. Olib kelmay yoqqa. Ber menga, qo'limga ber. Qo'limga ber. Ko'rsam qal. Qo'limga ber, hozir chiqib beraman degan mazgini ko'rasizlar. Qani? To'xta. Davay. Mana bitta olsang qorong'i bo'lmas ekan. Voy, yetdi, davay, bahona qilma. Narada bor pas. Yo, chiq. Bahona qilma. Bitta harakat qilib ko'r, tortilib ko'r qachabi? Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Uka? Mana kamerani ushlagin, senga eng zo'r variant kamera ushlash ekan. Men birinchi bittasini, keyin ikkinchisini chiqarmoqchi edim. Bittada chiqish kerak. Let's go. Ikkinchi podxod. Chiqsam plus rep deb yozasizlar kommentga. Ketding, Najim. Qo'ymayman yurganman. Rahim qil bo'pti. Sal bundoq oyog'imdan ko'tarish bor. Lekin rostdan Qani? qiynagan bu. Osonroq chiqish yo'lini ko'rsataman hozir. Qani ko'rsat. Endi bu o'zi oson deyiladi, lekin turnikda bajarib berasiz. Xuddi shunaqa yo'lda qilib ko'rsangiz bo'ladi. Ha, все понял. Qo'lingiz chiqib ketadi-yu. Ya, uka. Hozir ko'rasan. Ha, yirtaman. Ya, bu qiynagan menga. Undan ko'ra turgan joyimdan chiqqanim yaxshi. Trener rahmi keldi menga. Oyoqni bering. Birinchi ozroq oldin ha. 1 3. Ko'taring. Turing endi ko'ring. Ugur. Ko'taring. Ha? Buni buning xato bo'lib turgan, to'g'ri. Yaproq buning. Sparkali bo'ldi, Hisobladi. Voy. Mazza qilyapman. Keyingisiga o'tamiz. Let's go. Musulmon ko'rishdi, menga qiling deb aytgan narsa bu juda ham easy narsa. Просто professionalniy turklarni hozir ko'rasizlar. Ozod, let's go. Yo, kulib Maşallah. Yaxshi bu snaradda ozod kelmabdi yonimga, hozir.
tepadan kres tushib berganda men sekin mashinamga o'tirib ketaverardim. Qo'ying, siz men bilan shug'ullanib qoling, oddiy narsa beraman. Auditoriyasidan xafa bo'lib ketyapti. Shunaqa ham Alloh bo'ladi buni o'tgandirsizlar. Da endi. Aldayapti, konsertgacha bormagan, u просто kelib zalda o'ynab, yo'q, konsertgacha borgandir, yordam bilan yoki bo'lmasam o'ynab ketgandir zotir. Endi o'yinli tanafuslarga по-любому shunaqa narsalar bo'ladi. To'g'ri. Hop, bunda nima qilamiz? Bundan iloji bo'lsa turgan joyingizdan qilamiz. Osonga o'xshab ko'rinyapti. Har doimgidek shunaqa. Professional qilsa osondek. Yugurib kelish kerak. Kilometrskiy дорожка bor, gilam. Yugurib kelib qilsangiz bo'ladi. Все понял. Nima? Yiqilib qolsangiz ish qilib, anavi emas, nima edi, muammo bo'lmaydi. Yo, bo'lmaydi. Mat qo'yib beraman deyapti. Mat shart emas. Men o'zim qilib yurgan anaqalarim. Elementlarim hammasi. Baribir orada tanaffus bo'lgani. Ya endi bu начинающий 5 yoshli bolalarga ko'rsatiladigan narsalar-da bular. Let's go. To'g'ri qildilar. Hatto mana shuni qila oldingiz. Ajab shuni qilib qoldim. Endi mana plyus 5 yoshli bola narsasini hatto shunday qila oldingiz. endi plyusrab deb yozsanglar bo'ladi. Yana nimadir bormidi? Sal qiyinlashtiramiz bu osonlik qilibanga. Ha, oson ko'rinadi deb aytishinglar mumkin. Yo'q, uzr. Bu unday emas. Perora salta ham bor edi bu yerda. Bu pirora saltalar ham zamondan qolib ketgan emas. Buncha qiyinlari bor. Seriozmi? Shuni qo'ying. Ko'rsatib olmaysanmi? Bundami? Ha. Onun uchun qiziqqanlar bo'lsa, bizga o'tsa ko'rinadi. You know? You understand what are you about talking about? My English? Okay. Perora qilolmayman lekin hozir. Hey. Qo'rqinchlik tuyulyapti. Qo'rqinchlik tuyulyapti. Nima qilamiz hozir? Tagiga mat qo'yib berdi. Ot. Kubik qo'yildi. Endi ustiga mat qo'yib beraman deyapti. Bilmadim. Devorga qizib yiqiladi. Sezayotgan bo'lsanglar musulmon menga qattiq qo'llik qilyapti. O'zi yumshoq qo'lman deyapti. Bitta shu ozod menga mehribonlik qilyapti. Rahmat uka. Lekin buni turiklari qattiq lekin. Buni. O, ana. Sizga xavfsizlik choralari. Xavfsizlik choralari ko'rildi. Halol mehnat bilan kosang oqarmaydi. O'g'irlik aytish kerak. To'lka o'g'irlik. Yugurasiz, yugurib kelasiz, ikkita oyog'ingizni sakrab, qo'l tepada, просто переворот qilasiz. Yo. Nafas olasiz, chiqarasiz deb bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Qo'yamiz. Qila olmaydigan bola. Yotib bermaysiz. Qila olmaydigan bola. Sizni aldashdi deydi. Sal bermasida. Aldaysan-ku Sardor deydi-ku. Randat bilan orqaga salt qilib beraymi? Yugurib ket randat. Bo'ldi, ya. Endi shart emas. Yetadi. Zelda. Hisob. Mana 6 ta snaraddan pakoshda mana 4-sini tayanib sakrashda хотя бы epladingiz. Ideal, a? Ideal. Endi. Все. Siz uchun mana shu sostenizda ideal. Zo'r. Endi ana brusga o'tamiz, qo'shib poyiga. Juda qo'rqitadi, juda qiyin tuyuladi mana shu brus bor-ku. Mana shu auditoriya orasida lekin mana shu brus bilan turnik eng taniqlisi. Da. Nima gimnastikaga aloqasi bo'lmagan, nima yer bilan osmondek bo'lgan, Amerikaga borsangiz ham, qishloqqa borsangiz, Afrikaga borsangiz, hamma biladigan snaradlar mana shu. Da. Chunki ko'chalarda Chunki ommaviy sportda ko'p-da bu. Shunaqa. Qani bunda nima qilib bering? Yengilroq yana har doim kerak, a? Da, yengilroq nimadir qilib ber. Что, meni sostoyanamga qila oladi deb o'ylagan narsangni qilib ber chiqani. Let's go. O'ziga moslab qo'yaverasiz. Bo'ldi, okey. Yana olasizmi? Qizorat to'la. Da, yondan olgan qizorat o'ylar. Bajon razgiyeva, bu spichak beraman. Men qilmayman. Men spichak qila olmayman hozir. Kutim og'ir meni. Razgiyeva qilib, ko'rak oldiga qilib beraman. Okey. Ikkinchi yunuski. Davay, ikkinchi yunuski. Ikkinchi yunuski taxminan necha yosh bo'ladi? Ozod ikkinchi yunuski necha yoshda bo'ladi? 7 yoshdan boshlab 10 yoshgacha orasida bo'ladi, to'g'rimi? 7 yosh. 7, 8, 9, mayli qolib ketganlari 10 yoshgacha boradi. Ha, ko'rsat 10 yoshli bolani elementini. Biz demoqchiman. Okey. Men sizga 10 yoshli bolani ko'rsatmoqchiman o'zi.
Bo'pti, qarang. Aytib turasiz. Aha. Chiqib olib boshlayman-da, to'g'rimi? Yo, chiqish. Ola boshlaysiz, pastlikni adashib ketdi. Yo, dalchi ko'tara olmayman. Burus his qila olmadi. Uzular ham chiqib ketdi deydi. Uzu? Ha, cho'mchagimdan chiqib ketdi. Sen bularni ko'rgandan keyin menga hech bunaqa gaplarni gapirmagin, xo'pmi? Ha, ko'chada qilib bersam, "Vau" deb turarding. Oddiylarini. Hop, chiqdim. Ugul. Bilibsan-a? Men sizdan ko'chada chiqqaningizni sezganman. Sразу qo'yavering. Qo'l tepadan. Aha. Oldiga ko'rib turasiz. Yelkangizga qo'ying. Yaxshi. Oyog'ingga yiqilib yig'lagin. Bo'ldi, aytadi. Hey, ko'zimga oddiy ko'rinyapti, hech emasmi? Oddiy ko'rinyapti. Yo. Men hozir qila olmayman buni. Stolga qilib berishim mumkin. Stolga qilib ko'ring-chi. Stolga qilib bera olmaysiz dedingmi? Para passar a Arabi, para puta, ito veio, Ayni qo'yaveraman aka, qildingiz. Zo'r. Ayda qo'y. 1 soatmi, 1,5 soatdan oshdi. Charchab o'ldim, tak что bo'ldi. Shuncha harakatga bitta like и подпискаga sipachishga qo'yib qo'yasizlar. Tezroq 300 mingta bo'lsa, 1 millionga chiqib, tilla knopka olamiz sizlar bilan. Lekin kumushini 3 oyda olib berdinglar menga. Agar tillasini ham 3 oyda olib bersanglar. Baynali. Kommentda Gambit nima deb xohlasanglar yozinglar. Yo'q, hozir kommentda yo gapir yoki nafas oldir aytish. Yo, men qilaman deb ko'p narsani qilib bera olmay qoldim. Mayli, xudo xolasa 1-2 oy agar qatnashsam, formaga kirib olsam qila olaman. Mayli, oxirgisini aytib qoldi. Sizlar bilgan, sizlar tanigan, sizlar fanatlik qiladigan turnik. Snaradga chiqsa qo'rqib turibman hozir. Bir balo ko'rsatadi deb. Bo'ldi? Bitadi. Bog'laysiz, men dashib beraman. Endi gap sizniki. Oson shekil. Pastdan turganga oson ko'rinadi-ku. Ustiga chiqdim bitta. Bu osonroq menimcha anundan. Ukam tur yo'qolgan, ko'zimga ko'rinmagan, ezording osonroq devorib. Nima? Oldi bitta mahsulot. Ay. Mazolmi? Qo'limni yig'ib tashadi-yu. Buni ichida magneziya degan Mendeleyev bitta elementi bor. Quruq oq shaklda bo'ladi. Katta to'rtburchak kub bo'ladi-da. Bu maydalashar ekan, вот. Mana shuni sport gimnastikasi ustalari qo'liga чтобы yaxshilab ushlash uchun sepiladi, qo'liga suradi. Вот shunaqa oq shaklda bo'lganda shug'ullanadi-yu. Ana shu shug'ullanganda mana shu turnikdagi oq narsalar, mana shu magneziyani oxiridan qoladi. Yaqin orada master sport bo'lgandan keyin bunga o'sha asal ham surishni boshlashgan. Magneziya bilan asalni aralashtirib, чтобы krepki ushlash uchun. Qo'ldagi mazollar hammasi mazol shu narsadan yig'iladi.
Bu magneziya prям trenerim aytadi. Qornim ochdi, chanqadim desa, og'zingni sepgan hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedi trenerim. Suvga aralashtirib kasha qilib beraman derdi. Men keyin qiziqib ko'rganman, shu bu magneziya Mendeleyev jadvaldagi element bitta. Moddada. Aha. Shimki o'rgangansiz-ku. Ha. Tez kiyasiz bu. Ana, kimdir kirib qoldi xonaga deydi. Qanaqa kiyinar ekan, qizcha tez kiyinar ekan deydi. Ozod, bunaqa yig'ib ko'tarmoqchi deyman, yoyilib ketdi. Og'zi bilan. Kelolmayman deysiz, yaxshi keldingiz. Endi bunga Mana bu kistim qolib ketdi. Musobaqaga chiqasan-ku. Chiqqan paytingda birinchi o'rinni olasan, ikkinchi o'rinni olasan. Prizovoy summa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Eng maksimum qancha prizovoy summa? Qaysi etapdagi chempionatdan boshlanadi? Misol uchun Osiyo chempionatidanmi, respublika chempionatidanmi, mirovoy chempionatdanmi? Osiyo chempionatlarida har doim Yaqinroq-ku. berishmaydi. Osiyo chempionatlarida har doim berishmaydi. Yo'q, nimaga? Jahon kuboklarida bo'ladi. Jahon kuboklarida eng maksimum prizovoy summa qancha? Har xil bo'ladi-da. Misol uchun Bu o'tgan turnirga qaysi davlat ko'proq summa qo'yadi. Qaysi davlat kamroq qo'yadi. Standartni o'ringa qarabdi. Yo mana Case 2 bo'yicha chempionat o'tkazilsa, ESL o'tkazadi, Major chempionati bo'ladi, Intel chempionatlari bo'ladi-da. Ular ham har xil summa qo'yadi. Maksimum 1.350 ming dollarda. Maksimum summa. Unaqa millionlar yo'q. Bu gimnastikada qancha shu prizovoy? Eng maksimumi. Yoki sen eshitganing? Yo, bizda eng maksimum to'lashligi bu olimpiyskiy. Shu- Olimpiadada Qancha? yutganimizda 200 ming. Faqat bu O'zbekiston beriladigan summasi. 200 ming dollar. 200 ming dollar. Olimpiyskiy chempion bo'lsa. qarang, to'xtang, shu joyda bitta narsani aytib ketdi, 200 ming dolsiz. Boshqa sportlarda mana shu gimnastikada 8 tagacha oltin ola olasiz. Bu degani 200 mingni 8 ga ko'paytirasiz. Aha, bu taraflari ham bor ekanda. Har Bitta chempionatda 8 tagacha oltin ola olasan. Chempionatda 8 tagacha oltin. 6 ta bizda har yakka kurash bo'yicha 6 ta umumiy umumiy ko'p kurash, jamoaviy. jamoaviy. Ha, bo'ldi, tushunarli. Tushundingizmi? 8 ta medal degani bu. Siz bitta olimpiada bo'lsa 8 karra olimpiya prizor bo'la olasiz yoki chempion bo'la olasiz. Da. 200 mingni ko'paytirib ko'ring 8 ga. 160 ming dollar bo'lar ekan. Yo'q. 200 mingni ham 20 mingni hisoblab qo'yman. 1 million 600 ming dollar bo'ladi. Ko'rdingizmi? Hisoblay olmaysiz. Shunaqa bo'ldimi? Qaytarsiz aka. 200 ming. 1 million dollar. Ne eslamayapman. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Matematika olamiga xush kelibsiz. Qutiga ikkita gulni joylashtiring. Kelinglar sanaymiz. 1 2. Mana bu qutichaga ikkita gulni joylashtirdik. Tekshiramiz. Javobimiz to'g'ri chiqdi. Keyingi mashqqa o'tamiz. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Mali videoni davomini ko'rishni xohlasangiz like bosing. 200 ming dollar. 200 mingni nechaga 8 ga? 2 kira 8 16, to'g'rimi? 1 million 600 ming dollar bo'ldi. To'g'ri aytdim-ku? 1 million 600 ming dollar. Bu 1 million 600 ming dollar zalga qanchadir, trenerga qanchadir? Yo'q. Murabbiyga отдельно davlat tomonidan murabbiyga отдельно litsenziya uchun o'rin olgani uchun отдельно. Yana olimpiada Davlat tomonidan. olganingiz uchun yana 100 million pul beriladi. Xo'p, sen qancha olgansan? Yo, bizda hali olimpiyskiy rezultat bo'lmagan. Ha, olimpiyskiy rezultat yo'q, ha? Bor, niyat bor. Endi 20 million. Umuman turnirlarda bunaqa ko'p berilmaydi lekin. Tushunishinglar uchun bolalar, bu zalda Anton Foking, Oksana Chusovichillar ko'p taniydigan odamlar, Instagramda ham ko'rasizlar. Undan tashqari Asali degan qiz bor. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, videolarini qo'yib yuboramiz. Ana o'sha qizlar ham shu zallarda shug'ullanib ketgan. Olimpiada ishtirokchilari Abdurahimov Rasul aka borlar. Habibullo aka bor Ergashev. Habibullohni taniyman. Keyin O'tkirni taniyman. O'tkir bilan birga shug'ullanganman. Yaqinda Osiyo chempioni bo'ldilar. O'tkirga bilan nima qilgansiz? O'tkir bilan birga shug'ullanganman. Instagramda yozdim sirazi. Sani Instagramingdan topdim-da, O'tkirga yozdim. Qarchi WhatsApp masalan bilan shug'ullanganman. Nodir aka bilan yozib, ha, taniyman. Shu mana shu O'tkir kelardi. Ikkinchi o'rinni olar ekanman yoki uchinchi o'rinni, birinchi o'rinni unutardi hamma.
Ishonaveringlar, snaryadga chiqib yagona 10 ball olib chiqadigan bola o'tkir edi. Snaryadga chiqadi, toza 10 oladigan bola o'tkir bo'lardi. Zroslikda yutib bo'lmasdi. Zroslikda umuman yutib bo'lmas edi o'tkirni. Ko'ngi chiqardi, qilardi, ana degan narsalar ham bo'lmas edi. Shunda tushib berardi. 10 ball o'tiraverdi. 10 ball ham olsa bo'ladimi bu sohada deb o'tiraverdi. Bir kun Nodir aka aytibdilar-da. Mana 20 metrlik anaqada daroshkaga 200 ta prishka sig'dirdi otdilar-da. 200 ta prishka sig'dirdi otdilar. Biz bir tezroq tugasinda 5 ta, 10 ta uzoq-uzoqga sakrab tugatib qo'yardik-da. O'tirimiz 200 ta sig'dirdi shu yoqqa. Charchagan bashanani ko'rganim yo'q shu bo'ladi bor-ku. Shunaqa chayir, shunaqa qop-qora edi yoshligida. Shunaqa qora chayir bir charchamas bola edi. Bilmayman, вообще hayron qolardim telosложениyaga, xarakteriga. Endi baribir sportda xarakter ham bo'ladi-yu. Вообще respekt edi. Xarakter degan haqiqatda bomba. Biram topilma bo'lgan. Yaqinda travmadan chiqdilar. 1 yil ichida Koreyada bo'lgan Osiyo chempionati 2025-yil tizza bo'g'imidan uzilish bo'ldi. Imina ko'lsada sakrab tushayotganda 1 yildan keyingi holatlarida Osiyo chempionigacha bordilar. 1 yil ichida qaytib 1 yil ichida travmani tiklab turib, formaga qaytib Osiyo chempioni. Oy, ideal. 1 yilda vaqt tushuntirish uchun mana aytayotgan odamlarni qanaqa xarakterli odam. Da, men bu bolani juda ham yaxshi taniyman. Yoshligimdan katta bo'lganman bu bola bilan. Siz qiling, qolganlarimiz hech qilmasdan. Trenerligisiga tushib qoldi. Siz qiling, qolganlarimiz hujjat qilmasdan dedi, yo'ndoq qilib. Trener qolibdi. Ertaga turib qolamiz. Hali oxirida sizni kamchiliklaringizni men aytib o'taman hali. Let's go. Tegmasam bo'ladi degan hozir esa. Aylanish orqaga. Ya, nice qilaman. Qolib ketdim. Bitta. Ko'rding, undan keldimda boshim og'irlik qilib tushib ketdi. Ha? Bo'ladi, bugunga yetadi. Ertaga travma qolmang. Uzoqroqdi. Men presim shuni qoryapti. Ozod yordam ber menga. Ertangi orularimga yordam berku. 10 yildan keyingi comebackga zalga kelganga, bu shug'ullanishga как stabilность или вот sportchi sifatida xarakter qilayotgan truklar hammasiga o'tib qanaqa baho berasan? Men endi baribir 10 yil oldin bo'lganman, yaxshi bilamanman. No, baribir unutgan narsalarim yoki bir chiqib qolgan erdislarim bo'lishi mumkin. Har doim ichida yurgan inson sifatida bitta. Mana bugungi qilgan narsalaringiz zo'r. Misol uchun 10 yil tanaffusdan keyin hamma ham bunaqa qila olmaydi. Baribir boshlanish tayyorgarligingiz bor. Lekin sizga eslatib qo'yish kerak bo'lgan narsalar ozroq bor ekan, aytib o'taman, xafa bo'lmaysiz. Mana zalga keldingizmi? Zalga kelgan paytda men mana shu ish paytingizda ishlayotgan paytingiz ko'p ahamiyat berdim. Ko'cha gaplarini, so'kinishlarda ko'p ishlatar ekansiz. Bu hamma shaxsiy hayot bu ko'chada. Zalga keldingizmi? Hamma narsani yig'ishtirib, misol uchun sportni anonsiga sport hayotiga kirishingiz kerak. Keldingiz, sal o'zingizni tutib, misol uchun ishlashingiz kerak. Boshida yaxshi boshladingiz, mana ishladingiz, qila oldingiz, qila olmaganingizda ushlab turdik, o'rgatdik. Ko'ngga bordingiz, qila oldingiz. Mana halqaga borgandan keyin sekin o'sha bo'shashib, sal gaplashib, chunki charchadingiz, charchagandan keyin o'sha yalqovlashni boshlaysiz. Ishtingiz ko'rsatib berdim sizga, ustiga chiqishda qilyapsizda, oxiriga kelganda o'zi 20% ham qolmadi qilishingizga. Taslim bo'lib yiqilib tushyapsiz. Da, bu taraf bor. Nimasi bilan sport, misol uchun ko'p masalan mana degan taniqli yulduzlarni ham hisoblasangiz, nimasi bilan mana shu yulduz bo'lgan, oxiriga mana shu yetib kelayotgan, cho'qqiga kelayotganida endi qadam bosish kerak bo'lgan joyda taslim bo'lib qochmaganda, oxirigacha kurashgan. Shunaqa. Sport shunaqa narsa. Siz chiqayotgan joyingizda endi chiqasizda, endi yo kontentli uchun qolasizmi, yo rostdan qolmayapsizmi, bo'shashaverasiz. Unaqa bo'lish kerak emas. To'g'ri, kontentingiz o'z yo'lida. Siz sportchimisiz? Sportingizni o'zingiz birinchi ko'rsatib qo'ying. Mana bir joyga keldik, tayanib sakrashga. Men sizga ko'rsatolmay, qilayotgan ko'z yetgan qosida, ko'z yetmaganga o'zingizga kam baho berib, qila olmayman. Bunaqa bo'lmasa kerak, bunaqa bo'lmasa kerak. Lekin qila olardim, ha? Qila olyapsiz. Qildingiz-ku mana, strovga qo'yib berdik, qildingiz. Nimaga siz yechimdan qila olmayman deyish bilan qutulyapsiz? Siz taklif bermaysiz misol uchun. Siz mana shuncha joyda yurib keldingizmi, kuch bilan g'ayrat to'plab,
oxirigacha turish kerak-ku. Davay mana bunaqa strovka qilib ko'raylik, siz o'zingiz sportsmensiz. Qilib ko'ring degan narsa bo'libdi, qila olmayman. Qildingiz-ku mana. To'g'ri. Qilsa bo'lar ekan-ku. Hamma narsani qilsa bo'ladi, faqat odamda o'zini ichki xohishi bo'lishi kerak. Mana bu motivatsiyalar. Hamma mana ishlayotgan narsalaringizda qo'l uchida qo'yasiz, gapirib, hazilga olib qo'yasiz-da. Siz zalga kelyapsiz, zaldagi muhitdasiz. Bo'ldi, hammasini yig'ishtirib qila olasiz. Zadaniya berdimmi? Bo'ldi, uni qilish kerak. Harbiylarning sohasi bor-ku, buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Qila olaman, qila olmayman, u sizga emas. Ishlash qobiliyatingizni ko'rib, murabbiy sizga nisbatan zadaniya beradi. Men misol uchun mana professional sportda ko'p blogerlar bilan video olamiz, hamma ko'rasiz. Hammasi keladida, auditoriyaga yozadi. Sen bu o'zingni sporting bilan buni tenglashtirma, unaqa qilma. Agar bizni sportni o'zi ko'rsa, bu qilinayotgan narsalar bu element emasda o'zi aslida. Da, bu nachinash narsalar. Oddiy nolovoy narsalar. Shunaqa. Elementar narsalar. Ular yozishadi. Bu qila olmaydi-ku shundoq ham. Biz qila olmaydi. Eng oddiy narsalar. Bundan oddiy narsalar yo'q-da. Da, bu 10 yillik tanaffusdan keyingi menga berayotgan narsalar bu oddiy yosh bolalar qilishi kerak bo'lgan narsalar. Men ham bu narsani o'zim iltimos qildim. Чтобы hozir chiqib professional narsani ko'rsatganda men nikak qila olmas edim bu narsani. Bu aytmoqchi bo'lgan narsa disiplina va xarakter. Mana shu narsani faqat bu sportda emas, hayotingiz mobaynida ham, yashayotgan joyingizda ham, o'z ishlayotgan sohangizda ham, sportingizda ham bemalol bu narsani ushlasangiz, prям rivojlanish bo'ladi deb aytmoqchi. Men zal kirganimda ozgina kontent menenasi bilan kirib qoldim. Bu narsa bunga yoqmadi. Kontent mobaynida bu narsani menga yetmadi. Oxirida aytdi. Musulmon hamma joyda o'zini qonun qoida tartiblari bor. Qonun qoidasi tartibi bo'lganda, hamma sport, hamma joy o'z tartib qoidasi bor. Endi mana oxiriga kelganda baribir hamma narsani kamchilik, ko'pchilik bo'ladi. Men sizga yaxshi tarafingizni ham, yomon tarafingizni ham aytdim. Hamda o'sha. Tak что bolalar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat. Har doimgi gap, podpiskaga sipachishga, like kalla qo'yasizlar. Va gimnastika sport turi agar qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu zal respublikadagi eng katta, eng ommalashgan va eng professional sport ustalari shug'ullanadigan zal. Bemalol shug'ullansanglar bo'ladi. Lokatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalim pastda turibdi. Telegram kanaliga o'tib bemalol lokatsiyasini olsanglar bo'ladi. Agar ota-onalar ko'rayotgan bo'lsanglar, bolalarni bemalol jo'natib, prям sportivniy bolalarning go'dalarini qilayotgan ishlarini ko'rdinglar. Shunaqa sportga bersanglar bo'ladi. Tashto bolalar gimnastika qiyinchiligi bo'yicha, qiyinlik darajasi bo'yicha 2-o'rinda turadigan sport. Undan keyin qolgan sportlar bunda odam o'zini ham xarakter, ham telo, ham muvozanat, hamma narsasini prям urovenda ushlash kerak bo'lgan eng qiyin sportlardan bittasi. Da, men shunaqa sportda 12 yil shug'ullanganman, bilmayman. Tak что bolalar, balkim yaxshi bir natija. Da, qolganimda balkim zo'r natijalar bo'lardi. Bolalar, sizlar videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga ham. Tak что pognali. Senga rahmat. Achiming. Mujik.